Poytaxtimizda ozon qatlamini himoya qilish xalqaro kuni munosabati bilan tadbir tashkil etildi. Rang-barang o'yinlarga boy bo'lgan ushbu tadbir tafsilotlari bilan muxbirimiz Hadiya Abdullayeva tanishtiradi. Ozon qatlamini muhofaza etishda barchamiz mas'ulmiz tadbir aynan shu shior ostida o'tkazildi. Unda poytaxtimizdagi mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari ishtirok etdilar. Shu o'rinda biz atrof muhitni asrash uchun nima qilish kerak degan savol bilan ularga murojaat etdik. Daraxtlarni shoxlarini sindirmash kerak, yoqmash kerak, musor tashmaslik kerak. Suvni asrash kerak, qog'ozlarni yerga tashlamash kerak. Elektr energiyani tejash kerak, daraxtlarni ko'proq ekish kerak, kislorod chiqarish uchun. Biz hammamiz atrof muhitni toza saqlashimiz kerak. Chiqindilarni yoqish kerak emas. Uni tutuni atmosferani zaharlantiradi. Loyihada o'tkazilgan barcha o'yinlar quvnoq kayfiyat baxsh etishi bilan birgalikda ishtirokchilarni mantiqiy fikrlashga ham undadi. Bellashuvlar so'ngida o'g'il-qizlarga Toshkentland bog'i bo'ylab bepul sayohat ham tashkil etildi. Hadiya Abdullayeva, Dilmurod Akbarov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.